Viloyat rahbari Aziz Boboyev Samarqand shahridagi yoshlik istirohat bog'i faoliyati bilan tanishdi. Ushbu bog' Samarqand shahridagi odamlar oilaviy hordiq chiqaradigan, bolalar uchun o'yin qurilmalari ko'p bo'lgan yagona bog' hisoblanadi. Bog' ayniqsa kechki paytlarda bu yerga tashrif buyuruvchilar bilan nihoyatda gavjum bo'ladi. Lekin o'yin qurilmalarining haddan ziyod ko'p va belgilanmagan joylarda o'rnatib tashlangani, o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilgan binolar, bog'ning ayrim qismida to'planib qolgan maishiy chiqindilar antisanitariya holatlari odamlarga noqulayliklar tug'dirib, ularning dam olishiga emas, ularning ko'ngilxiralik bilan bog'ni tark etishiga sabab bo'lmoqda. O'rganish jarayonida bog'da o'yin qurilmalarining bir-biriga juda yaqin joylashtirilganligi bois odamlarning erkin harakatlanishiga xalal berayotgani, hududdagi ayrim bino va inshootlar qarovsiz holatga tushib qolgani, chiqindilar to'planib yozning issiq kunida turli kasalliklar tarqalishiga sabab bo'lishi mumkinligi, ayrim daraxtlarning suvsizlikdan qurib borayotganligi ma'lum bo'ldi. Shu o'rinda aytish kerakki, yoshlik istirohat bog'i maydoni 5 gektar 44 sotixni tashkil qilib, hududga 78 ta o'yin qurilmasi o'rnatilgan. Bog' hududda 2 ta bino va bitta o'yin qurilmasi noqonuniy o'rnatilgan. Yosh bolalar uchun mo'ljallangan 2 ta kichik o'yin qurilmasi esa belgilanmagan joylarga o'rnatilgan. Viloyat rahbari bog' faoliyati bilan tanishar ekan, samarqandliklar farzandlari bilan oilaviy hordiq chiqaradigan yagona bog'ning achinarli ahvolga kelib qolgani, odamlar sayr qiladigan yo'laklarga turli o'yin qurilmalari o'rnatib olingani, bu yerdagi tartibsizliklar va o'zi bo'larchilik kayfiyatida ish tutilayotgani yuzasidan o'zining tanqidiy fikrlarini bildirdi. Qisqa muddat ichida hududni obodonlashtirish, to'planib qolgan chiqindilarni chiqarish, qurib borayotgan daraxtlarni sug'orish, odamlarning xavfsizligini ta'minlash, ularning harakatiga ta'sir ko'rsatayotgan o'yin qurilmalarini olish, bog'ni odamlar yaxshi kayfiyat bilan hordiq chiqaradigan maskanga aylantirish yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi.